Do'stlar, agar siz 60 yoshdan oshgan bo'lsangiz va hali ham o'zingizni faol kuchga to'la va sog'lom his qilishni istasangiz, unda bu videoni oxirigacha albatta tomosha qiling, chunki bugun eshitadigan ma'lumotlaringiz ertalabki odatlaringizni va sog'ligingizga bo'lgan qarashingizni butunlay o'zgartirishi mumkin. Hozirning o'zidayoq kanalga obuna bo'ling, chunki bu yerda biz ko'pchilik gapirishdan uyaladigan, ammo juda muhim bo'lgan sog'liq mavzulari haqida ochiq va rostgo'y gaplashamiz. Haqiqat shuki, 60 yoshdan keyin inson tanasi asta-sekin o'zgarishni boshlaydi va ko'pchilik bu o'zgarishlarning asl sababini tushunmaydi. Erkaklar ham, ayollar ham eng ko'p duch keladigan muammolardan biri bu tos hududida qon aylanishining sustlashishidir va bu odamlar o'ylagandan ham ko'proq narsaga ta'sir qiladi. Bu energiya darajasi, siydik yo'llari sog'ligi, gormonal muvozanat, hazm qilish tizimi, ruhiy holat va hatto yaqin munosabatlarga ham ta'sir ko'rsatadi. Ammo shuncha muhim bo'lishiga qaramay, deyarli hech kim bu haqda ochiq gapirmaydi va aynan shu sukut ko'plab insonlarni sog'ligini yaxshilash imkoniyatidan mahrum qiladi. Yosh o'tishi bilan qon tomirlari tabiiy ravishda elastikligini yo'qota boshlaydi, tos atrofidagi mushaklar zaiflashadi, qon aylanishi sekinlashadi va tana kerakli joylarga kislorod hamda foydali moddalarni yetkazishda avvalgidek samarali ishlamay qoladi. Shu bilan birga limfa tizimi ham sustlashadi va bu shishish, og'irlik va noqulayliklarga sabab bo'lishi mumkin. Sog'lom qon aylanishini qo'llab-quvvatlaydigan gormonlar ham kamayishni boshlaydi va bu omillarning barchasi birgalikda pastki tana a'zolariga qon oqimini kamaytiradi. Erkaklarda bu prostata bilan bog'liq muammolar, siydik pufagi noqulayligi, quvvat pasayishi va yaqin hayotdagi qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Ayollarda esa sezuvchanlik kamayishi, quruqlik, yalliglanish va menopauzadan keyingi noqulayliklar kuchayishi mumkin. Ko'pchilik buni qarishning oddiy va oldini olib bo'lmaydigan qismi deb hisoblaydi, ammo aslida organizmni tabiiy ravishda qo'llab-quvvatlash va qon aylanishini yaxshilash uchun oddiy usullar mavjud, ayniqsa ertalabki odatlar orqali. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin: ertalab organizmni kuchliroq va faolroq qilish uchun nimalarni iste'mol qilish kerak? Javob aslida juda oddiy. Ba'zi mahsulotlar qon tomirlarini qo'llab-quvvatlaydi, qon aylanishini yaxshilaydi va umumiy energiyani oshiradi, ayniqsa ular muntazam iste'mol qilinsa. Eng foydali mahsulotlardan biri bu yong'oq va tabiiy asal aralashmasidir. Yong'oq tarkibida foydali yog'lar, minerallar va qon aylanishini qo'llab-quvvatlovchi moddalar mavjud. Asal esa yurak-qon tomir tizimini qo'llab-quvvatlaydi va tabiiy energiya beradi. Ertalab och qoringa 2 yoki 3 dona yong'oqni bir choy qoshiq asal bilan iste'mol qilish juda foydali hisoblanadi. Yana bir yaxshi ichimlik bu iliq suv, limon va ozgina achchiq qalampir aralashmasidir. Bu ichimlik hazm tizimini uyg'otadi, qon aylanishini faollashtiradi va organizmni uyqudan keyin asta-sekin ishga tushiradi. Yarim limon sharbatini iliq suvga siqib, ozgina qalampir qo'shing va ertalab asta iching. Ko'pchilik bu odatdan keyin o'zini yanada tetik va faol his qiladi. Tuxum, ko'katlar va zaytun moyi bilan tayyorlangan nonushta ham juda foydali hisoblanadi. Tuxum asab tizimini qo'llab-quvvatlovchi foydali moddalarga boy, petrushka, rayhon va ismaloq kabi ko'katlar esa qon aylanishiga yordam beradi. Zaytun moyi esa qon tomirlarni himoya qiluvchi foydali yog'larga ega. Qora shokolad ham oz miqdorda foydali bo'lishi mumkin, ayniqsa kakao miqdori yuqori bo'lsa, undagi tabiiy moddalar qon tomirlarini bo'shashtirishga yordam beradi va organizm bo'ylab qon oqimini yaxshilaydi. Ayrim insonlar qora shokolad iste'mol qilgandan keyin o'zida iliqlik va energiya ortganini sezadi. Pomidor va pomidor sharbati ham yaxshi tanlov hisoblanadi. Pomidor tarkibida likopen deb ataluvchi kuchli antioksidant mavjud bo'lib, u qon tomirlarini qo'llab-quvvatlaydi va qon aylanishini yaxshilaydi. Nonushtadan oldin bir stakan pomidor sharbati ichish yoki yangi pomidor iste'mol qilish foydali bo'lishi mumkin. Sarimsoq esa qon aylanishini qo'llab-quvvatlovchi eng kuchli tabiiy mahsulotlardan biri hisoblanadi. U qon tomirlariga yordam beradi va qon oqimini yaxshilashi mumkin. Ayrim odamlar bir dona sarimsoqni maydalab suv bilan nonushtadan oldin iste'mol qiladi. Hidi yoqimli bo'lmasligi mumkin, ammo ko'pchilik foydasini bunga arziydi deb hisoblaydi. Nega aynan ertalab bu odatlar muhim? Chunki ertalab organizm uyg'onadi, modda almashinuvi faollashadi va qon aylanish tizimi ta'sirlarga kuchliroq javob beradi. Demak, ertalab qilinadigan odatlar kun davomida energiya va umumiy holatga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Ammo qon aylanishini yaxshilash faqat ovqat bilan cheklanmaydi. Agar siz haqiqatan ham tos hududi va umumiy sog'ligingizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, unda bir nechta oddiy jismoniy odatlarni ham kundalik hayotingizga qo'shishingiz kerak. Masalan, ertalab bir necha daqiqa o'tirib turish mashqlari qilish oyoq va tos mushaklarini faollashtirib, qon aylanishini yaxshilashi mumkin. Issiq va sovuq suvni navbat bilan ishlatadigan kontrast dush ham qon tomirlarini rag'batlantirishga yordam beradi. Ba'zi insonlar ertalab bel qismini yengil massaj qilish yoki chozilish mashqlaridan ham foyda ko'radi. Bu oddiy odatlar ayniqsa ko'p o'tiradigan yoki kam harakat qiladigan katta yoshdagi insonlar uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Eng muhimi muntazamlikdir. Bir marta foydali nonushta qilish yoki bir kun mashq bajarish bilan katta natija bo'lmaydi, ammo bu odatlar har kuni davom ettirilsa, vaqt o'tishi bilan organizm asta-sekin javob bera boshlaydi. Ko'pchilik energiya ortishi, kayfiyat yaxshilanishi, harakat erkinligi va umumiy sog'lomlik hissi kuchayganini sezadi. Va eng muhimi, bu o'zgarishlar insonni har qanday yoshda ham faol, ishonchli va hayotdan zavqlanadigan holatda saqlashga yordam beradi. Qarish bu o'zingizni yomon his qilishingiz kerak degani emas. Kichik ammo foydali odatlar uzoq muddatda juda katta farq qilishi mumkin. Agar siz videoni oxirigacha tomosha qilgan bo'lsangiz, demak siz sog'ligingizga befarq emassiz va bu juda muhim. Videoga like bosishni, kanalga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda biz inson hayotida haqiqatan ham muhim bo'lgan mavzular haqida ochiq va foydali suhbatlashamiz.